Zelikmiyormuşlar. Choy yok. Nazira opamizni ham taklif etamiz. Niginaxonni onalarini ham, volidai muhtaramalar aziz onajon. Ana onajonlarga gul beryapti. Bugun ukamizga aytilgan she'r bormi yo'qmi? Qizim bu yoqda sizlar ketib qoldi. Nazira opamiz, kelsinlar. Qani ayajon. Xolida ayamizni ham taklif etamiz. Kelasiz. Xolida aya keling. Shundoqqina to'lishib qo'yinglar. Jonimizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xudo xohlasa yaxshimisiz, tinchmisiz, omonmisiz? Kelingizlar. Keling ayajon. O'ting. Endi diqqat qilamiz, azizlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Ko'chalarda hech kimga bo'yin egmay, uyda kelib o'g'liga ot bo'ladigan buyuk inson bu otadir. Yuragidan yurak ko'chirib, jonini xatarga qo'yib, farzandni dunyoga keltiradigan bu inson onadir. Otadan so'ralmas ekan. Otadan so'ralmas ekan, cho'ntagingizda necha so'm bor deb, ota o'zi uchun pul topmas ekan. Onadan so'ralmas ekan, necha yoshga kirdingiz deb, ona o'zi uchun yashamas ekan. Nima dedingiz? Mana ancha yil bo'lgan ekan, mana 8 yil o'tdi Xudodan achilib kelganlaringizga bir yangi maqol chiqqan, bilasizlarmi? Avval Xudo, keyin Xudo degan gap. Mana shu xudolar borishga kelishmasa, farzandlar baxtli bo'laveradi-da. Biz yaqinda bir yangilik qilyapmiz. Qaynona kelinlar haqida bir chiqish qilamiz alohida. Biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Nasib qilsa bir to'ylarda aytamiz. Endi hozir men sizdan so'rashimiz mumkin. Keliningizdan mamnunmisiz, xursandmi desa, siz xursandman deysizlar. Nima dedingiz? Ana shuni evazi bitta chiroyli quchoqlashib o'pish qo'yinglar qani. Mana ko'ramizda mana bular baxtli. Ana. Qarangda, agar ona bola mana shu ona bola bo'lsa-da, kelin bilan qaynona. Agar ayb o'qtiraman desa, kelin topadi qaynonani aybini. Agar kelinda aybini topolmasa, kelin topadi, qaynona topadi-da. Faqat yaxshi tomonini ko'rish kerak. Agar ikkalasi zo'r bo'lsa, yaxshilasa bir-biri bilan, o'g'li ham baxtli bo'ladi. Farzandda borku o'z urg'aygan bolalar. Shunchalik mehrli bo'ladiki, ular chunki bulardan ko'rganda mehrli. Nima dedingiz? Bir savol bersam bo'ladimi sizlar? Farzandlarni qaysi yaxshi? Yana nima bo'ladi? Yaxshini aytib beraymi sizga? Safarga ketgani to keyincha yaxshi bo'lar ekan. Bemor bo'lib yotgani to tuzalib ketguncha yaxshi bo'lar ekan. Kichkinasi to katta bo'lguncha yaxshi bo'lar ekan. Har kuni rahbarimiz oldiga kiramizda, o'rtoq boshliq bugun bizga nima xizmat bor, bajaramiz deymiz-a? Nega har kun ertalab otamizda, onamizda oldiga kirib, otajon, onajon, bugun bizga nima xizmat bor, bajaramiz deya olmaymiz. Do'stlarimiz davrasida o'tiramizda, do'stim senga jonimni berishga tayyorman deymiz-ku. Nega ota-onamizga jonim sizga qurbon deya olmaymiz? Sevgan yorimizga osmondagi oyni va'da qilamiz-ku. Nega otamizga bitta ko'ylak, onamizga bitta ro'mol olib bera olmaymiz? Ota-onasi o'tgan nima deydi? Agar otam onam bo'lganda yelkamga ko'tarib yurardim. Bor so'z uchun bor davlatimni tikardim deydi. Nega? Nega orqasida bittagina tilovat Qur'on o'qib qo'ya olmaymiz? Kelingizlar, otamizga, onamizga borlikda xizmatini qilaylik, ularning duosini olaylik. Buni ko'rib farzandlarimiz o'sib ulg'ayapti. Biz ota-onamizga nima qilsak, ertaga farzandimizdan qaytadi. Dono xalqimizda bir gap bor. Bu qaytar dunyo. Nima dedingiz? Xudo xohlasa, mana shu qizingizga, nabirangizga, Xudoingiz bugun to'ylar ekan.